Bu uchta gapni eshitgan erkagingizdan oyog'ingizni qo'lingizga olib qoching. Ishoning, ularni sevgi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu ayol ustidan hukmronlik va uning irodasini sindirish usuli. Birinchi gap, sen meni shunga majbur qilding. U o'z harakatlari va his-tuyg'ulari uchun javobgarlikni ayol zimmasiga yuklaydi. Bu manipulyatsiya, ya'ni ayolning g'azabi va shafqatsizligida aybdor his qildirish usuli. Ikkinchi gap, bunday narsa bo'lmagan. U aniq haqiqatni inkor etadi, hammasini uydirma deb ko'rsatadi. Bu psixologik zo'ravonlik bo'lib, ayolni o'z his-tuyg'ulari va voqealardan shubhalanishga majbur qiladi. Uchinchi gap esa, hammasiga o'zing aybdorsan. Bu endi o'yin emas, balki shaxsiyatni sindirishdir. Doimiy aybdorlik hissi orzularni, irodani va o'z hayotini o'zi tanlash istagini yo'q qiladi. Bunday erkak o'zgarmaydi. Ayol buni qanchalik tez anglasa, o'zini shunchalik asrab qoladi.